Assalomu alaykum qadrlilarim. Bugun sizlar bilan o'zim uslubimda qovurma lag'mon tayyorlashni retseptini ko'rsatmoqchiman. Buning uchun qizib turgan tovamizga yog'ni quyamiz. Go'shtni solamiz, ketidan piyozlarni solib, yaxshilab qovurib olamiz. 2 osh qoshiqda soyani quyib, yaxshilab aralashtirib, aralash ziravorimizni solib, 10 minutga dimlab qo'yamiz. Qozonchamizni ochib, pomidor, bulg'or qalampiri, seldir tayoqchalarini, chesnok, tuz solib yaxshilab aralashtiramiz. 1 piyola suvni quyib dimlab qo'yamiz. Qozonchamizni ochib, seldir barglarini solib bitta aralashtirib olamiz. Alohida idishga yog'ni quyib, tomat pastasidan solamiz, yaxshilab qovurib olamiz. Xamirlarimizni solib, yaxshilab aralashtiramiz. Ustidan qaylasini solib, bitta aralashtirib, dasturxonga tortamiz. Siz ham shu retsept asosida tayyorlab ko'ring.